Assalamu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Uçuq suhbat programmamizda ko'rishinglarni qizg'in qarshilaymiz. Men Arshid Nidiqut. Hammamiz ko'rib turayotgandek, dunyoning har qaysi joylarida ayollar, xonim qizlarniki bu bizning Sharq Turkiston qilayotgan da'vosi uzluksiz davom qilyotdi. Hammamiz yana bilgandek, shu namoyishlarga shu xonim qizlarniki ayollarning chiqishi bizning ayollar qaraganda nihoyat ko'p bo'lyotdi. Buni hammamiz biz bilamiz. Balkim deyishing mumkin, biz bunlarni bilamiz, nima ish qilaysan deb. Nima ish deyishimiz sabab bo'lsa, yani biz ham bu xonimlarniki, ayollarniki Sharq Turkiston davosiga qilayotgan bizning ko'migan, yani biz to'rlarda boshlan anglamagan ko'migan Sharq Turkiston davosi qilayotgan xizmatlari bo'lishi mumkin. Bugun va shu to'g'risida suhbatlashib berish uchun Sharq Turkiston Nuzugum Kultur va oila jamiyati raisi Munavvar O'z Uyg'ur xonimni bugungi programmada taklif qildik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qimmatli vaqtlarni chiqarib qatnashib berdilar. Ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Alloh razı olsun. Men avval deb o'tgandek, bizning shu xonimlarniki, Uyg'ur ayollarniki shu da'vo qilayotgan xizmatlarni butun dunyodagi Uyg'urlar biladi, ko'rib turadi. Buni qayta deb qilishning hojati yo'q. Masalan, siz yaqinda shu rahbar televiziya kanaliga Mavira televiziya kanalida Sharq Turkiston davosini anlatiblar ve Ürümçi o't ketgan afat to'g'risida leksiyalar beriblar masalan. Bularni hammamiz ko'rib turyapmiz. Biz ko'rmagan, to'g'ri yuzida ko'rmagan shu xonim qizlarniki, ayollarniki shu da'vo qilayotgan xizmatlar bormi sizcha? Albatta bor deb desek bo'ladi, hatto nihoyatda ko'p desek bo'ladi. Endi bizning hammamizning bilginiga o'xshash, oldi bilan ekran oldidagi barliq bizni ko'rayotgan qarindoshlarimiz ya bundan keyin ko'radigan qarindoshlarımizga barliq Sharq Turkistonlik xonim qizlar nomidan salom deyman va buni ko'rganlik uchun rahmat aytaman. Shundaqla Istiqlol TV'ninki ayollarimizning ovozini va ahvolini dunyoga tarqatish uchun ko'rsatgan xizmat uchun alohida tashakkur aytaman. Bu da'vo hammamizning da'vosi, vatan da'vosi hammamizning da'vosi. Sharq Turkistonda bo'lib o'tgan zulm qanchalik og'ir bo'lsin, agar bu zulmni %100% desak va bizning xalqimiz 100% zulm ko'ryapti desak, buning 170% ağırlığını ayollarning beshiga kelyapti. Chunki o'ltirilayotgan, yo'q bo'layotgan, qanchalik bir ziyon bo'lsin, bunun mesela ayollarning och singlisi, ukisi, balalari, dadalari degandek bo'ladi, ham o'zlari degandek. Buning uchun ayollarning yuragi erlarnikiga qaraganda bekrak etishidi. Buning uchun hani ayollar hem balavaqileri hem yoki o'qish sharoitlari sababidan her zaman erlarga o'xshash yugurib teshig'i chiqib ketamizmi? Ama o'zining yozmalari orqali qo'lidan kelgan har turli usullar orqali bu da'voda kuchli bir arqisab bo'lyapti deb o'ylayman. Çünkü ben şu ayollarning arsida bo'lganligim uchun shundaqla ayollarningki guruhlarda qilishgan so'zlari, harakatları, çare izlashları, birbiriga tasalli berishleri, aşlardan ko'rib olishga bo'ladiki, ayollar bu da'voda intayin aktif bir o'rinda. Endi aktifligini biz erlarga o'xshash her zaman sahnalarda, görüntülerde mesela görüşmeyen bo'lsa-mu, lekin hem ayollar kısmı biraz erlarga qaraganda arka tarafta turdu, hem bek aldı tarafta chiqishni bek xalab ketmaydi, hem shundaqla medya kısmı her zaman ayollarning hareketlerini aldığı çıkırışını bek muhalif ketmeydi. Bunu hemimiz bilimiz, itiraf kıldıgan. Lekin ayollarning özümü bu tarafta bek aldığı çıkıp kılgan işini ve kılmakçı boğallarını, yaki hazırlıklarını, yaki nimişten kılıvatkallıklarını sözlep, onu bayan kılıp ketmeydi. Ama bu davada eğer bir ilgirleşle buluvatıdı, yaki bu davada Xitayning kılıvatkan zulümünü anlatışta bir işler buluvatıdı dep qarsak, bunun dekin %50, %60% ayollarning kuchi deb qarayman. Rahmat, Allah razı olsun. Bizim ko'rib turyapmiz, shu Nuzugum jamiyati bo'lsin, Nuzugum Kultur va oila jamiyati bo'lsin, uni boshqa yana o'zi harakat qilayotgan ayol kishilar bo'lsin. Hammasi bizning vatanning da'vosi uchun to'xtamay uzluksiz xizmat qilyapti. Hammalardan Allah razı olsun. Unda bo'lsa shu hozir Turkiyadagi shu ayollarning da'vo bo'lgan pozitsiyasi qanday bo'lyapti hozir? Men vatanda nima bo'lsa bo'lsin, mening nima chatqim degan bir ayolni ko'rib baxmadim. Mening Turkiyaga kelib yashag'ili hozir yana bir 2 oydan keyin 19 yil bo'ladi.
Belkim 100 xatır qilib bo'lsa-mu deb qo'ygan bo'lishi mumkin, lekin mening oldimda mush vaqtcha mayli 5 uchuq ayol bo'lsin, yog'liq chekmagan, namoz o'qimagan ayol bo'lsin, dindan uzoq yoki milliy tuyg'usi sus ayol bo'lsin, mayli qanday bo'lishini qat'iy nazar, ammo vatanda bo'layotgan zulmga mening nima chatig'im degan bir ayolni ko'rmadim. Dava mesela namoyishga chiqayotgan erlarni ayıplab, namoyishga chiqayotganlarni tillagan yoki siz muşlab bayroq ko'tarsang'iz sizning bilan do'st bo'lmayman deydigan erlarni anglab baqdim, ammo lekin namoyish qilganligi uchun yoki namoyishga chiqqanligi uchun yoki Sharq Turkiston davosida bir ishlarni qilayotganligi uchun men sizdan uzoq turay degan bir ayol kishini ko'rmadim. Balkim bor bo'lishi mumkin, lekin men uchirmadi. Shaxsan men bekchiq ayollar bilan alishman, zaten ayollarning o'tirsida yashayman. Men buningdan ta'sirlanaman. Lekin ayol kishilarninki masalan oila ahvoli bo'ldi, ba'zi ayollarning erlari pasif ahvol bo'ldi, ba'zi ayollarning salomatligi yaxshi bo'lmaydi, ba'zi ayollar faqat vatandagi yilqi turmush odatlaridan faqat taloq chiqmagan, masalan yoki maktabda tuzuk o'qiyolmagan, yo bo'lmasa Xitoyning zulmidan qo'rqib yer osti madrasalarda o'qib o'sha odamlarni ko'rishdan, so'zlashishdan qochgan, yoki nihoyat kichik vaqtida oilada uchragan zulm yoki ba'zi bir besimlar sababidan insanlardan kaçıdığan karakterler bulup kalgan buluşu mümkün. Çünkü insanların ne çıkır karakteri buludu. Şu sebepten ben cemaatinin arasına kirip belki her zaman namayış olsun ya ki faaliyetler olsun aldın kısap çıkmagan bolsun mu? Ama Şarkı Türkistan davası ya ki Xitayga karşı uruşta ben pasıp durgan bir ayalını bilmeyim. Hiç bulmagan yenimizge kelse deydik ki sizler bu Şarkı Türkistan davasında Xitayga karşı bir işlerini kılıvatısızlar. Biz sizlerçilik kılamayvatımız, biz sizlerge dua kılımız, sizlerden pekirlinimiz deydi. Yani hiç kıtım mesela namayışlarda hiçbir kıtım yüzünü kömegen ayarlarımı bir yerde uçuruşup kalsak mı deydik yani eş bulmagan çağda bir işlerini kılıvatısızlar, sizlerden Allah razı olsun, biz hiç neymiş kılamadık dep açtak deydim. Ben bundan pek hoş bulmam. Şunun için ben ayarlarını ideoloji taraftan, oylanış taraftan pasif dep karmayım. Belki pasiflikleri turmuştaki şaraitleri ya ki ben bayam dep ötepkendek aile şaraitleri buluşu mümkün. Rahmet Allah razı olsun. Onda olsa şu nuzgum kültürü ve aile cemiyeti to'g'risida sualdan sorsam. Muş sizler hazırgıça muş yakın ağırlıkta değil. Muş hazırgıça qanday xizmatlarni qildinglar ve hazır qanday xizmatlarni qilyapsizlar? Endi biz hazır şu aldığımızdaki 3. ay gelse bizden 5 yıl oldu. Nuzgum cemiyetinin resmi devlet tarafından itiraf kılınğılığı ama cemiyet olup kurulup tayarlık hareketi olsa 5 yıldan işip gitti. Bizninki hazır kurulğa vaxtımızga. Onun aldıda zaten Mağrib cemiyetininki ayarlar kolu bulup işlevatkandık. Bunun aldıdaki nimelerdim ama şu Nuzgum'un asas hizmetlerini tunuşturup kilovatkan. Ben pek tefsilatıga kirmeyim. Bizden kuruluş gayemiz, hizmet nişanımız, minanca Nuzgum dese her halde bilmeydiğin adam az dep qarayma. Bizninki yaqında qilayotgan xizmatlarimiz, burunqi g'oyamiz bo'yicha asosan ta'lim tarbiya, şu yetim bolalarimiz yoki yetim seviyesiga tushgan ota-onasi bo'lsinmi, mesela dadasi bo'lsinmi, ko'rishamaydigan yoki yo'qolib ketgan yoki izlariga bo'lmagan yoki chet ellarda bo'lsinmi, ota-onasi ayrilib ketgandan keyin erlar mesela tashlab qo'yib, mundaq iygi chiqolmagan ma'lum sabablardan aşındaq bolalarimiz, şundaqla o'qish arzusi bo'lgan ota-onasi berib bo'lmagan o'quvchi qizlarimiz ve yoldaşı yine bulmagan ayollar, yoki yoldaşı yine bo'lsinmi, mağdur holatga tushib qolgan ayollarımızdan ki ta'lim tarbiyasini asosli o'rin tutyapmiz. Burun bu Kök Hilal qurilishdan burun biz yetim tul ailelerge iqtisodiy jihatdan yordam yetkazish uchun nurg'un qarindoshlar bilan hamkorlashib ishlagandik. Lekin Kök Hilal qurilgandan keyin nurg'un bu jihatdagi iqtisodiy jihatdagi qiyinchiliklarga yordam berdi. Agar bu jamiyat qurilmagan bo'lsa, bu kadar jiq ailega, bu kadar jiq bolalarning ishlariga biz balki yetishmas o'g'aydik. Bu nihoyat yaxshi bo'ldi. Bizning Kök Hilalning qurilishi bilan Nuzgum jamiyatining asli g'oyamiz bo'lgan mush bolalar ve analarning ta'lim tarbiyasi, shundaqla vatanda yo'q bo'layotgan madaniyatimizni dunyoga tunutish, ana tilimizni jonlantirish, ana tilimizni saqlab qolish ve ana tilimizni kelajak uchun xizmat qildiradigan bir g'ayri xizmatni elib berish asosiy nishonimizga qaytib shu shaklda xizmat qilyapmiz. Hozir biz ayollar ham
ayollarımızga dinli derslerimiz bulsun. Yoki boshqa ayollarimiz ehtiyojli bo'lgan darslardan bo'lsin, dars berib kelyapmiz. Bizning hozir ona til maktabimiz bilan Nuzugum ayollar jamiyatininki hammasida toplam 35 dan o'qituvchimiz bor. Maşallah. 35 dan o'qituvchimiz bor va Nuzugumninki ayollar ta'lim tarbiya qismida dunyoning har qaysi joylaridan ham to'rdan o'qiyotgan chet eldagi har qaysi joylarda o'quvchilarimiz xonimlar bor. Bu yerda bizda o'qiyotgan, bizni qo'llayotgan barliq xonim o'quvchilarimizga rahmat aytaman. Amerikadan, Kanadadan, Yevropadan, hatto Saudiya Arabistondan, Dubaydan, Kuvaytdan ashundaq o'qiyotgan, hatto bolalarini bizning ona tilimizga yozdirib o'qitayotgan ayollar bor. Chunki bizning asosli g'oyamizda hozirgi shu davoni elib berish bilan emas, kelajak uchun, kelajakda qurilgan Sharqiy Turkiston uchun hem ana tilda hazırlık qilish, hem bolalarimizni uningga tayyorlash, shundaqla Sharqiy Turkistonda yo'q bo'lib ketayotgan, ya'ni tamamen ta'lim tarbiyadan mahrum qolgan xalqimizga biz qaytib borgandan keyin yetarli darajada xizmat qilishga hozirlik qilyapmiz. Shuning uchun bizning asosli g'oyamiz shu. Buning uchun biz burun yetim Nuzugum yetim bakıdı tul ayollarni qaraydi deb iqtisodiy jihatdan yordam berdi deb tunuydi bizni. Hem hozirmi shundaq, yine buni qilyapmiz, bu xizmatni qilyapmiz, davom qilyapmiz. To'xtab qolganimiz yo'q, ba'zilar xato anglab to'xtab qolibdi deb o'ylab, hozirmi bizning iqtisodiy jihatdan boshqalarningki qilayotgan yordamlarga ko'rik bo'lib qilayotgan nurg'un yordamlarimiz bor. Bunu sansıpır bəsəm, həqiqətən çüçükdək dərəcədə sansıpırımız var. Lakin onların heç qaysını biz özümüzün qulada taqatmayımız, amma körük bulumuz, kepil bulumuz ailələrə. Şundaqla bəzi bir ammevi təşkilatlar bilan belə əlaqəmiz var. Olar arqılıq biz ailələri ziyarət qıldırırıq. Biz özümüz qımız ailələri ziyarət qıldırıb, onların əhvallarını resmi dövlətininki bu tələblərinə layiq bir şəkildə dosyalaşdırıb sunumuz. Ve ailelerde mesela kasten iqtisadi ahvalda nachar bo'lmasimi nachar deb madaqalik mağdur durumuga tushib başkalarının ko'zini bo'yaydigan ahvollar bo'lib qolsa buni bizning qarindoshlarımizga madab ustini yepib qo'ymay yordam qilayotganlarga shuni deymizki bu qarindoshimizning ahvoli yaxshi, buni to'xtatib qo'yinglar boshqa qarindoshlarimizga bor deb biz haqna bu mening Sharqiy Turkistonligim qanchalik kasb keliversin emas, chunki bizning davarimiz yordam olishdan yuksak bir davo. Biz qusak to'yg'izishga chiqmadik bu yerga. Biz bu yerda yashash uchun chiqmadik. Bizning shunda bir kengri va boy bir davlatimiz batdi. Men bu yerda so'zimni biroz qayrilib ketgan bo'ldi. Faqat men shuni demoqchidim. Nurg'un insonlar hozir bu chet elga xuddi jinin baqil chiqqandek bir ko'rinish berib qo'yyotdi va boshqa yerlik millatlardami yoki hatto bizning Uyg'urlardami chet elda yashayotgan menga shunday jiq fikrlar keladi. Bu yer Türkiye'de yaşayotgan Uyg'urlar faqat cennet beqishni yaşayotgandek bir shundaq bir gaplarni qiladi. Mening qattiq g'ururimga tegadi. Mayli bu gaplar yerlik turklardan yoki boshqa bir ommaviy tashkilotlardan kelsin, birlardan kelsin. Mayli mening Uyg'urlarimdan kelsin, bu mening qattiq g'ururimga tegadi. Ya'ni biz bu yerga jenimizni baqil chiqmadik. Biz dinni jihatdan qaraganda biz eng yaxshi muhojir. Hani biz jenimizni emas, dinimizni, kimligimizni, madaniyatimizni saqlab qolamiz deb chiqdik bu yerga. Bizning davarimiz kichik bir dava emas. Bizning davarimiz tarixiy shonliq bo'lgan Sharqiy Turkistonni va qaytadan qurib chiqish, mustaqil bo'lish davası. Buning uchun biz kichik yuqor osmonda uchib ketayotgan shunqar yerdagi qurt yeydigandek bizning davarimizni unda qo'saq davası bilan kichiklatsak bo'lmaydi. Shuning uchun biz ashundaq faqat buni yordam qurullarına yordam beradigan odamlarni suiiste'mol qilib o'zining yonchug'iga pul to'plash yoki mundaqaroq yashasam bo'ldiganga taqim lyuksaraq yashay deb mundaq qilayotgan insonlarni o'zimizning odamlar bo'lsa-mu biz ashun deymiz, to'xtab turing qarindishim deymiz. Hatto boshqalarga to'xtab turing ma qarindishimizga shunchalik yordam qiling yetar. Bu ayol o'qiyotdi, aning ayolning munchalik bolasi o'qiyotdi. Buning o'qish qurollariga yordam qilaylik, ma ayolning o'qish pulini to'lab beraylik. Ayolning universitetda o'qiyotgan bolasi bor, buning yordam qilaylik. Ma ayol qusug'ini qanday qilsa bir kun nayisim o'tib ketadi deb turib to'xtatib qilyapmiz. Bizning hamda belki bu sizin sorgan sualınızga biraz teşvik qilish mumkin. Lekin bu bizning qilayotgan asosiy xizmatimizning birisi. Ham buningda noroziliklar albatta bor ba'zi qarindoshlarimizning. Lekin men ekran oldida buning nurg'un qarindoshlarimizning buni ko'rdigini, angladigini bilmayman. Mening maydonim unuq. Chet eldagi qarindoshlarim xato tushunib qolmasin. Biz bu nuqtada chunki her zaman deyman bizning davarimiz qusug'imizdan, jinimizdan ustun bir davo.
Hani nuzgum kılatkan hizmetlerin içinde bu var. Yani hak nağıkını ayırıp hatta pat aile ziyaret kılmaz. Bizden hazır 190-200 yakın ailemiz var ziyaret kıldığın. Toxtumay aylanıp ziyaret kılıp durmaz. Çünkü bazı ayollar gep kılmay toy kılıp kaldı. Maşallah mübarek olsun. Öy tutkunuğa hoşlanmaz. Lekin toy kılıp durup ben toy kılmadım dep durup yardım alsa, ertesi o türkler anlap kalsın bizge set buludu. Şunun için devamlı bunu iz qoğulap durmaz. Bizniki yetim hizmet çalışım grubunda bir gruplarımız var. Amevela alaqalaş dep gruplarımız var. Biz ayollar mındaq görünüşte biz bulan her şikasını medyaga çıkıp demeyimiz. Koy biz maaşını kılıvattımız dep, onu haberler berip, onu da kılmayımız. Ama Nuzugum Cemiyeti'nin şunda bir hizmet sistemisi var. 24 saat telefonumuz uçuk, 20 saat alakada, 24 saat her kandak bir ayollar bilen kıvatkan alak olsa, çetelerden kildi, bir şey oldu, anda alakada şunda hizmet kılıp menvattımız, Allah ecrimizi versin. Ama bu noktada mesela bazı bir qarindaşlarımızın ki hata düşençisine toğırlap koyuş için bunu dedim. Rahmet Allah razı olsun. Kılıvatkan hizmetlerini bizim görüp kilovatımız, bazen habergin berimiz. Ama siz de ötkendek, biz kömeyatkan hizmetlerinde bütün azırak. Nuzgum Cemiyeti'nin ki, yani biz kömeyatkan hizmetlerine bayken Allah razı olsun. Ve ahırda, şu Türkiye'de, bu Şarkı Türkistan davası da, şu kılış kereklik, bulup mu ayarlanın ki kılış kerekli olan hizmetle bağımı, eksiyip kalan hizmetle bağımı? Bekçik ba. Aslında ayollar kılalaydıgan ama cüret kılamayatkan yoki sel qaravatkan nurg'un hizmetler ba. Ayollar çokum erlerge o'xshashlam her günü namoyish chiqib olish kerak emas. Ve men shunda deb qarayman. Namoyish chiqish albatta to'g'ri, men buni xato deb qaramayman. Lekin o ayolning ailesi var, balası var, yoldaşı ishlaydi yoki yoldaşı bo'lmasa shu bolalarning hem anası hem dadısı hem bir uyni cho'gilatmasi bo'lmaydi, nurg'un ish bor. Ama bunun için, lekin ayol kişi öyde oturup mu, yoki qo'ldagi telefonda mu, nurg'un ishni qilalaydi. Her birimizning atrofimizda Türk qo'shinlarimiz bor. Men yaqinning ichida shunda bir uqtirish chiqadim ayollarga. Qarindoshlar vatandagilarni o'ylab ketdi, butun Turkiyaning ichida va dunyoning har yerida insonlar tavrab ketdi. Biz uchun duo qilyotdi. Ular xatm ordusi deb ordularni qurib bizga kechkunduz xatm duosi bilan duo qilyotdi. Biz nima ish qilibmiz deb ketib bordi. Bundaq ahvolda mavu iliqi o'tirishinglarni, chayinglarni, lüks hayotinglarni biroz besib qo'yinglar ma'kullarda dedim. Chunki hechim bo'lganda Türklarning bir gapi bor, destek bo'lmasang va ko'stak bo'lma deydigan. Bu dava hozir kun tartibga chiqqan vaqtning o'zida biz har bir ayol kishi shu davaning adimi ekanligimizni o'zimizga oldimlar ishonishimiz kerak, bilishimiz kerak. Hechim bo'lgan chaqda, "Hey, men hech nima ish qilolmasammi, men Sharqi Turkistonlik birisi. Aşad bulatkan zulüm benim qarindoshlarımga, ata-onamga yoki yaqinlarimga bo'layotgan. Hech nima bo'lmasa mening vatanimga bo'layotgan zulüm. Buning uchun men mushu tuyg'uda yashashim kerak deyish kerak. Agar asha ayol shu tuyg'uda bo'lsa, o tuyg'u bolalarga singadi. Agar asha ayol shu tuyg'uda bo'lsa, oturup qopishida, maktabga borganda bolalarni apirib akagan chaqda, xulum qo'shilida atrofidagidek bu tuyg'u singadi. Chunki bu ayolning dadi shu bo'lsa, o ayolning badan tili shuni bildirdi ve atrofdagilar to'g'ri ma o ayol bunda demak ki vatanda ashadi haqiqatan zulm bo'lg'achqa ma ayol mani o'ylayotdi, mani davatdi, bunda qilyotdi. Shu zulm kelgan bir millatga qarshi xato tushunchalar bo'lib qolsa to'g'rilanadi. Mesela hemeden vay Şarkı Türkistan'da qarindoshlar ölüp gitibdi, vay bizde bazı Türkler yığılab o'tarsa, bizdekiler xiyali osmon qarab bunda yursak, bizning davarımız yalg'on chiqiladi. Hech bo'lmadi shuni deymanki ayollarga, davada namoyish chiqmasangiz-mi, boshqa ish qilmasangiz-mi, bizni davada yalg'on chiqinmang. Iyada zulm borligini bildiring. Masalan, har bir ayol o'zining atrofidagi qo'shnilarga bildirsin, bolalarga uni bildirsin, oilada shadin kelgandek bir yashasin. Men hozir hayron qolgan yerim, mening bu naroz bo'lgan yerim. Agar ana oilada shu davoga ega chiqsa, ruhiy jihatdan bolalarga o'singadi. Vallahi o çok sığındı. Çünkü ana bəgəni yeydi o bala. Ve ana yaşığanını kördü o bala. Ve aşı ayalının aslında öydə, muş dava haqiqi egi çıqıdığan bir ruhu olsa, iriga təsir qılıdı. İr mesela horun adam olsun, pervasız bir adam olsun, ya ki davaga yaqin kelmaydigan başqa bir ideologiyadagi adam olsun. Bilmaymiz, insan har xil. Ama ayal to'xtab turing, bugun mundaqroq ish qilayli. To'xtab turing, biz vatanimizda zulm bo'layotganda manda qilmayli. Ma gapni deyishmayli. Ya manda bo'lsin, deb tursin va o'zi uning amal qilsin.
erkişi ta'sir qiladi çünkü onun mu vatani? Ayal kişi, ben bir ayal kişi oluş sifatimda şunu dey. Ayal kişinin davaga sahip çıqqani haqiqiy bir dava adam bo'lganlik bo'ladi. Çünkü bir er kishi davaga ega chiqsa faqat o'zi qila oladi o davosini atraf. Ama bir ayal kishi davaga ega chiqsa ailesi, atrofi, eri hammasiga ta'sir qila oladi. Shuning uchun ayollarning qiladigan ishi bakchiq. Qila oladi. Mesela o'ylab bas ayol degan bir salih ayol 70 salih ayolning ishini qila oladi. 70 salih er kishining ishini qila oladi. Ayol kishi agar shu his tuyg'ularini, mehri shafqatini, inchik o'ylaydigan ayollarni hech kim ko'rmaydigan, erlar ko'rmagan narsani ayollar ko'rib oladi. Erlar o'yda cho'ng-cho'ng ishlardagi narsalar ko'rgan bilan eng xalqlik xatoliklarni ayollar sezib oladi oyada. Ve erler mesela oy bo'ptilar deb o'tayotgan ishlarda nurg'un xatarlarning borligini ayollar sezib oladi. Shuning uchun bo'lib erlar bilan erlar o'tirishidagi munosabatni o'ngshashdimi ayollar bek muhim rol o'ynaydi. Masalan, hozir bu jamiyatda bir-birisiyle o'zaro ixtilof bo'lib qolgan, bir-birini yaratmaydigan, sendan men qalamdim deydigan erlarning o'rtasidagi ziddiyatlar bor. Mayli da'vo odamlarning ichida bo'lsin, yoki mahallaviy bo'lsin, yoki yutuqlar orasida bo'lsin, bor u narsa. Shularning ayollari to'xtang, hojim yoki biz nima ish tortishimiz? Uningmi bizning yaxshi yeri bordi. Bo'pti deb ko'nglingizni kang tuting. Biz vatanimizni yo'qotib qo'yapmiz, ota-onamizdan ayrilib qoldik ayada. Ham bu yerda nima tortishimiz? Unda qilmanglar, bir-birimiz qarindosh, bu yerda xalqning ko'zida biz qarindosh, unda qilmanglar deb boqsina, ashuni qilamdi, qilmaydi. Ayollar erlarning o'rtasidagi ziddiyat va jamiyatning o'rtasidagi ziddiyatni o'xshaydigan bek muhim rol o'ynaydi, men buni bilmayman. Chunki bu yerda nima ishqa bizningki tariximizda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayoti qaraylik. Peygamber Aleyhisselam'a onun nimiside sülhi süzülge vaxtida bütün sahabeler aşağıda narazı boğan mesela. Biz nimişqa ömrü qılmay ketimiz degen. Şundak o. Ve Peygamber Aleyhisselam onlara gep güzeme açığı kelip neredeyse beddua qildi Peygamber Aleyhisselam sahabelerge. Ve kim oxşidı aşağıda? Nimişqa xap olaysız? De Peygamber Aleyhisselam'a Ummu anamız şunçalik çiraylik bir gep qildi ve o kadar cip bölümünden artık sahabenin aşağıda Peygamber Aleyhisselam'ın açığını keltirip koşarak Allah'ın narazılığını kozgap kılışını ibaret bir haterde saklap kaldı. Bunu biz niçin bu hadis niçin bizge geldi? Ve Bilqis'nin hikayesini aldığın katın programı degen. Sör Nemil'de. Ya Süleyman Aleyhisselam Bismillahirrahmanirrahim deb xat yazgan vaxtida dedi ki bütün erkekler, vezirler çünkü acayip küçük bir devletti o. Biz şunda bir küçük devlet dursak biz nima uchun teslim bo'lamiz, urushaylik deganda to'xtab turinglar. Bir qo'shin bir shaharga bostirib kirsa, oldi bilan ularning madaniyatini, uy-vaqtlarini, mol-mulkini vayron qilib o'tadi. Biz Sulaymonning qancha kuchi borligini, nima ish qilganligini bir adam avatib, ashada bir dangsab boqaylik. Uningdan keyin qaror beraylik deb Sulaymon alayhisalomga adam hadiya avatgandan keyin Sulaymon alayhisalomning qancha kuchini ko'rgandan keyin taslim bo'lib, butun bir davlatning islom bo'lishiga sabab bo'ldi. Buni Qur'onda nima uchun dedi? Nima uchun keltirdi Allah subhanahu taala bu oyatni? Nima uchun bizga buni tushundirdi? Yani bu yerda men ayollar qadar aqlli degan gap emas. Agar ayollar aqlni ishlatsa, nurg'un erlar qurol orqali qilolmagan ishni qila oladi. Men buning ishini İnşallah. Mushu hozir jamiyat bo'tgan nurg'un ziddiyatlarni mushu qarindoshim anglish erlarning teshidan erlar haqida ko'tarib kirgan gaplari va atrofdagi xulum qo'shnilar va ayollar bir-birisi haqida so'zlagan yomon so'zlarni yana ayollar yig'ishtira oladi. Shuning uchun biz hozir bu Sharq Turkiston xonim ustozlar birda bir guruhimiz qurildi. Buni jiddiy bir xizmatga kirdik. Bizning asosli maqsadimiz bu guruhdagi ustozlarimiz, beshida bo'lgan ustozlardan Alloh rozi bo'lsin. Asosan bu cho'ng bir ish qilib o'tish emas. Cemiyetdeki fitne pasatını ve birbirimiz bilan aramızda bo'lgan uqishmasliklarni tugatib, hammamizning o'xshash bir Sharq Turkistondan kelgan mazlum bir millat ekanligimizni, dushmanimizning bir ekanligini, bayrog'imizning bir ekanligini, vatanimizning bir ekanligini, oldi bilan musulmon bo'lish sifatimiz bilan Rabbimizning bir ekanligini, payg'ambarimizning bir ekanligini hammamizni bu birlikka kelaylik. Biz ayollar olsun kelaylik ki bolalarimiz bu şekilde yetişsin deb 10 tane birlikni shuvar qilib bu ishga boshladik. İnşallah bunun meyvesini ko'ryapmiz, yeni ko'rishga nasib qilamiz. Men bütün dünyadaki ayol qarindoshlarimiz shuni demoqchi, biz 10 tane jihatdan bir. Rabbimiz bir, dinimiz bir, qiblimiz bir, payg'ambarimiz bir,
Şundaq o, vatanımız bir, bayrağımız bir, derdimiz bir ve milletimiz bir. Şundaqla Şarkı Türkistan'dan ibaret vatanni azad qilish arzuyimizda bir. Andaq bo'lsa bizda nima farq qoldi fikam? Nimani talishimiz biz? Yo'qmi bu men Uyg'ur emas diyelamdi birasi. Ya men Şarkı Türkistanlik emas desin, ya men musulmon emas desin, ya men payg'ambarning ummat emas desin. Men ya musulmon islom dinida emas desin. Men Kabe'ga tavob qilmayman desin, deb baqsin kim deyalaydi? Kim deyalaydi? Bunu itiraf qilgan ekanmiz biz ayollar. Yana nima tortishimiz? Shuning uchun meni gapimni yig'ishtirsam, biz ayollar 5 chiqish qila olamiz. Men ayollarning yana mushu nimada nurg'un ishlarni qila oladiganiga belini bog'lagan va jim yurib, parda orqasida nurg'un esil ishlarni qilayotgan va eriga har jihatdan hamkorlashayotgan, bolalarni kelgusi Sharqi Turkistonning ozodligi uchun tayyorlayotgan nurg'un fidokor, ma'rifchi, ma'rifatparvar, o'qiyotgan, kecha-kunduz o'qiyotgan, xizmat qilayotgan, ozroq topgan tapovatini mush o'qishlarga ehtiyoji bo'lganlarga, boshqa ehtiyoji bo'lganlarni ta'minlayotgan nurg'un esil ayollarni tunayman. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Texmi ko'p ayollarning shunday ekanligiga ishonman. Men ularning texmi sonining ko'paydiganligiga ham ishonman. Rahmat, Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Bugün hakikaten ayollarnınki qanday xizmat qila oladigan to'g'risida va qanday xizmat qilayotgan to'g'risida nihoyat yaxshi suhbatlar bo'ldi. Sizdan Allah razı olsun. Ve mush xizmat qilayotgan ayollardan Allah razı olsun. Ve ularni qo'llayotgan erlari, bolalar cho'ng bo'lsa, bolalaridan hammasini Allah razı olsun inşallah. Amin. Unda olsa bugungi programmamizni bir şeyce qilsak, kelib bergani uchun ko'p rahmat aytamiz. Ben rahmet eyledim. Allah razı olsun. Hamımız Allah razı olsun. Ben texmi köp ayal qarindaşlarımızdan mushundaq programmalarda bizge ilham berdigan, bizge yol gösterdigan, yetekçi buldigan fikirlerini o'tirib qo'ya oladigan ayollarımızın ekranlarda ko'plab chiqishini ve başkalarga ulgu bo'lishini umid qilaman. İnşallah rahmat, Allah razı olsun. Sizdan Allah razı olsun. Munavvar xonim deb o'tgandek, mushu bo'libmi ayollarniki qilgan xizmatiniki qanchalik ko'p ekanligini bilib yetdik buni oxirida. Ba'zan ayollar, xonim qizlar nima Munavvar xonim deb o'tgandek, ash xizmatlarni qilib kelayotgan bo'lishi mumkin. Ularni Alloh razı olsun. Va nima ish qilishini bilmayotgan nurg'un xonimlar, qiz ayollar bo'lishi mumkin. Ben qanday qilsam davon qila olayman. Masalan, oilada o'ltirganlar bo'lib qolsa, namoyish chiqay desa, besh qilay desa, bolalar bilan qilamagan bo'lishi mumkin. Mana Munavvar xonim buningki javobini deb berdi. Alloh razı olsun. Unda olsa bugungi programmamiz mushacha bo'ldi. Ko'rib bergan ekrandagi barliq ko'rmanlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Kelaksan ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.